dahshat. Abror domladan qattiq otvet. Gulirano Qosimova sudda aybini tan oldi. Gulirano Qosimova yengildimi? Abror domlaning fosh qiluvchi videosi. Bugungi dasturimizda internet tarmoqlarida uzoq vaqtdan beri davom etib kelayotgan va millionlab odamlar kuzatayotgan qaynoq mojaroning eng so'nggi hal qiluvchi nuqtasini tahlil qilamiz. Tarmoqlarda Gulirano Qosimovaning sud zalida o'z aybiga iqror bo'lgani va bunga javoban Abror Muxtor Ali, ya'ni Abror domla o'zining keskin video murojaatini yo'llagani haqidagi xabarlar yashin tezligida tarqalmoqda. Ushbu videoda quyidagi eng muhim savollarga javob topasiz. Suddagi burilish. Gulirano Qosimova haqiqatan ham sudda o'z aybini tan oldimi? U aynan qaysi ayblovlarga iqror bo'ldi? Abror domlaning otveti. Abror Muxtor Ali bu iqrorga qanday munosabat bildirdi va o'z javobida kimlarga murojaat qildi? Endi nima bo'ladi? Sud qaroridan so'ng bu sharmandali tortishuvlarga uzul-kesil nuqta qo'yiladimi yoki bu yangi mojaroning boshlanishimi? Xalqning munosabati, kuzatuvchilar va ijtimoiy tarmoq faollari bu jarayonga qanday baho bermoqda? Voydod TV kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Eng so'nggi, tezkor va shov-shuvli xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bu bola Islombek bloger. Agar gaplarni tushunmayotgan bo'lsangiz, o'zim tushuntirib beraman. Bu bolaning rapportdan o'yida ta'limlik qilgan bo'lsa-da, shu bolaga 300 ming to'plandimi? Ramazon oyida sizlar bergan ehsonlarni to'plab olib keldi. Jami 300 ming rubl yig'ildi. Ushbu mablag' bolaning jarrohlik amaliyoti, operatsiyasi uchun sarflanadi. Bu bolaga operatsiya pul to'plagan edi. Barcha pullardan Alloh rozi bo'lsin. Opa, shu bolaga va pullarga bir duo qilsang, bismillah. Assalomu alaykum akalarim, opalarim. Bugungi hayit bayramingizlar bilan amin. Allohim yuzingizni nurli, so'zingizni huzurli, rizqingizni keng va kuningizni barakotli qilsin. Topganingiz halol, sarflaganingiz savobli, farzandingiz iymonli bo'lsin. Tanu joningiz sihat, salomat, hamisha Allohning zikrida bo'lish nasib etsin. Amin. Shu meni bolamga sababchi bo'lib ehson qilganlarning hammasiga Alloh rozi bo'lsin. Topganingizga baraka bersin. Amin. Alloh akbar. Ekran qiyanadan, akalarimdan, opalarimdan. Andijonda kassatsiya sudi yakunlandi. Sud yakunlanganda kassatsiya sudi Quva sudini hukmlarini o'zgarishsiz qoldirdi va qiziqligi o'sha fahmi buzilib qolgan do'stlar uzilib qoldi. Otvoryapti Facebook, YouTube'da sizlar bilan aloqadaman. Ya'ni qaytaraman. Andijonda bo'lgan kassatsiya sudidan keyin ba'zi o'sha yolg'on informatsiyani tarqatib yurgan, Gulirano Qosimovani urib, yechintirib, birinchi etajdan ikkinchi etajga sudrab chiqdi degan mavzuni qo'llab-quvvatlab kelayotgan ba'zi bir blogerlar chiqib olib, biz yutdik, g'alaba deb baqiryapti. Mana shu xijolat qilish kerak bo'lgan mavzuda faxrlanishlikka aylanib qolish aytadi. Fahm buzilgan. Ya'ni dayus bo'lib qolgan. Dayus bo'lganligi uchun rozi hamma narsaga ham. Qizi Gulirano Qosimovaga o'xshashligini orzu qilgan blogerlar. Blogerlar. Shuhrat Musayev aytadi, jadudlar, jadud. Endi qarang. Sud biz aytgan narsani isbotladi aslida. Bu bizning g'alabamiz. Biz nima deyatdik? Gulirano Qosimova urib yechintirdi degan gapiga dalil keltirish kerak deganmiz. To'g'rimi? Lekin u urib yechintirganligi to'g'risida 19 minutlik videoyimiz bor degan. Ba'zi bir og'zi bilan orqasini farqi yo'q
blogerlar. Kallasiga g'ish yegan birov xotinini nikohlab olganlar. Bular 19 minut video bor. Yechintirganligi to'g'risida video bor deganmidi? Ha? Sudni gapini eshitamiz. Bu ishlamayapti. Telegram qotib qolyapti. Eshitamiz. Qani? Qani eshitaylikchi. Biz g'alaba qildik deyapti. G'alaba qildi. Tushuntirilsin. O'tirib oling. Eshitamiz. Sudlov hay'ati mazkur sud qaroriga kelishga quyidagilarcha asos qiladi. Ya'ni birinchi instansiya sud tomonidan mana jabrlanuvchi Qosimovning shikoyatida keltirilgan, ya'ni sudlanganlarning harakatlariga 141 primitiv modda 2-qismi AB bandlari bilan qayta ayb e'lon qilish haqida shikoyat vaj keltirilgan. Bu holatlar bo'yicha birinchi instansiya sud tomonidan to'liq tekshirilib, uning sudlangan Hajra Efendi Rasululloh harakatlarida aynan mazkur jinoyat yo'qligi sababli adolatli ravishda 83 jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasiga asosan oqilab to'g'ri to'xtab kelgan degan xulosaga keldi. Bundan tashqari mana E'tibor beryapsizlarmi? 9 ta xodimga o'sha urib yechintirganlik jinoiy mavzuni bo'yniga qo'yib berasanlar, jinoyat ochib berasanlar deb shikoyat xati kiritgan Gulirona Qosimova va shikoyat xatini quva rad qilgan. Chunki urib yechintirganligi yo'q. Urib yechintirmagan. Undan keyin kassatsiya sudiga yana kirgizgan. Yana shikoyat bilan prokuraturaga chiqqan va uni inkor qilgan. Men esinglarda bo'lsa aytgan edim. 9 ta xodim oqlandi. 9 ta xodim oqlandi. 1-0, 2-0 deganimda so'roq chiqqan edi. Qanaqasiga oqlanadi? Hali ketyapti tergov. Gulirano chiqqan edi. Qanaqasiga oqlanadi? Ketyapti tergov degan edi. Mana oqlanganligini to'g'ri qilgan, biz ham uni oqlaymiz deyapti. 9 ta xodim va 2 ta qamoqda o'tirgan xodim, bular ya'ni 9 ta xodimga ham jinoyat moddasini qo'yib berasan degan, buni oqlandi deyapti. Davom etamiz. Sud nima deyapti, qarang. shikoyatlarda boshqa joylarda shunaqa holatlar bo'lyapti. Aynan jabrlanuvchilar Qosimov va Abdurahmonovlarni yechintirib ularni urganlik bo'yicha holati bo'yicha sudlanganlarga nisbatan bu holat bo'yicha ayblov e'lon qilinmagan. Ana nima bo'ldi endi? Ha? O dayuslar. O'shani atrofida yurgan hamma bloger dayuslarga, jadutlarga. Sanlar uchiga chiqqan dayussanlar. Sanlarga mana shu vaziyat ma'qul. Shuni g'alaba deyapsanlar. G'alaba, shu g'alabaymish. Voy, Gulirona Qosimovani urib yechintirdi degan gap ayb yo'q bolalarda. Ular urib yechintirmagan. Demak nima bo'lgan? O'zi yechingan bo'lib chiqyapti. O'zi yechingan, nima ishing bor deyapti? Ya ishimiz yo'q. Quloq seniki, xohlaganga tishlatasan. U qiyomatda javob berasan. Dunyoda ham endi sharmisor bo'ldilaring, sharmandalikdan faxrlanib yashayapsanlar. Bu Allohning urgani sanlarni. Tushundinglar shekilli, yana qaytarib qo'yib berayin. Asosan o'sha eski statiya bilan qoldirdi. Men nima degan edim? Sud ishiga aralashmaymiz. Sud o'sha ya'ni tadbirda bo'lgan noqonuniylikka o'zi baho beradi. U biz ishimiz emas. Bizni ishimiz xalqni aldagan Gulirona Qosimova, uning atrofidagi shaykalar, uning atrofidagi birlashib olgan to'dalar, ular Gulirona Qosimovani urishdi, yechintirishdi, ikkinchi qavatga olib chiqib zino sahnasini yaratishdi degan gaplarini yolg'on degan edik. Rost bo'lsa dalil keltirlaring degan edik. Ular 19 minut videoyimiz bor, 9 minut videoyimiz bor degan edi. Gulirona Qosimova
Kusherbayev bilan bo'lgan suhbatda u video menda bor degan edi. U video menda bor. Qachon u videoni berasiz? Sudda beraman degan edi. Sud jarayonida to'xtamasdan so'raldi bloger dayuslardan. Beramiz hali, hozir emas, oxirida beramiz. Oxiri bo'ldi, oxirida ham berishgani yo'q. Oxiri sud e'lon qilyaptiki, sud urib yechintirmagan deyapti. Bundan tashqari mana shikoyatlarda sud tomonidan to'liq tekshirilib, mana jabrlanuvchi Qosimaning shikoyatida keltirilgan chiqish huquqi borligi tushuntirilsin. Eshitdik. O'tirib oling. Eshitdik. Sudlov hay'ati mazkur sud qaroriga kelishga quyidagilarcha asos qiladi. Ya'ni birinchi instansiya sud tomonidan mana jabrlanuvchi Qosimaning shikoyatida keltirilgan, ya'ni sudlanganlarning harakatlariga 141 primitiv modda 2-qismi abonentlari bilan yana qayta ayb e'lon qilish haqida shikoyat vaj keltirilgan. Bu holatlar bo'yicha birinchi instansiya sud tomonidan to'liq tekshirilib, uning sudlangan Hajrayhan Rasulovning harakatlarida aynan mazkur jinoyat yo'qligi sababli adolatli ravishda 83 jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasiga asosan oqlab to'g'ri to'xtab kelgan degan xulosaga keldi. Oqlagan Gulirano Qosimovaning meni urib yechintirdi bular. Tepdi, ikkinchi etajga olib chiqib sahna yaratdi, shunaqa zino degan shikoyati bo'yicha ularni oqlagan. Unaqa narsa bo'lmagan deyapti. Shuni yutdik deyapti. Dayuslar. Davomini eshiting endi. Yechintirish haqida alohida aytadi, qarang. Bundan tashqari mana shikoyatlarda boshqa joylarda shunaqa holatlar bo'lyapti. Aynan jabrlanuvchilar Qosimov va Abdurahmonovlarni yechintirib ularni urganlik bo'yicha holati bo'yicha sudlanganlarga nisbatan bu holat bo'yicha ayblov e'lon qilinmagan. Ana. Bundan tashqari Ayblov e'lon qilinmagan, urganligi, yechintirganligi to'g'risida. Shu joyda do'stlar, sizlarga bu suhbatlarni qilib kelayotganimizda boshida aytgan edik. Siroj Media Otabek Jo'rayevlar sudda ishtirok etgan edi. Oldingi sudda. Va ichkarida bo'layotgan hodisalarni berkitib, tashqariga chiqqanda, Gulirano bilan videoga olganda, faqat Guliranoni urgan, yechintirgan ichki ishlar, tuhmat qilishgan, zino sahnasini yaratishgan degan mavzuni kalashavergan, shunga urg'u berishavergan. Vaholanki, Quva sudini o'zidayoq Gulirano Qosimovani urib yechintirilmaganini, u o'zi yechim olganligini sud tasdiqlagan edi. Ularni bu statya bilan bo'yniga ayb qo'ymagan edi. Bu statya og'irroq edi. 5 yildan 10 yilgacha edi statya. Ularga 4 yil bergan. Men o'sha 4 yil bo'lgan statyasini aytayapmanki, ya'ni hujjatlardagi to'g'ri ya'ni to'ldirmaslikka o'xshagan mavzularda oldi bular degan edik. Yutdik deyishyapti. Tuxumni sarig'ini yutdilar insonlar. Sanlar nimani yutasanlar? Butun xalqni oldida o'zi yechinganligi isbot topdi. O'zi yechingan chiqib olib. Zino qilmaganmiz deyapti. Zino qilmagandirsizlar balki. Menimcha shaxmat o'ynagansizlar. Yechim olib shaxmat o'ynagansizlar. Kim yutqazsa yechinish. Shoh deganda sen yechingansan, u mot deganda sen yechingansan. Bo'ldi. To'g'ri, zino qilmagan bo'lishingiz mumkin. Uni bilmaymiz, ya'ni o'sha zinoni, lekin o'zingizlar yechingansizlar. O'zingizlar yechinganinglar isbot bo'ldi. Biz shuni so'rayotgandik. Boshqa narsaga aralashmaymiz, sudda ishi u degan edik. Siroj Media videoni qo'yib, shu yerda jinoyat yo'qmi deb so'raganda aytgan edim men. Jinoyat bo'lsa sud unga baho beradi. Lekin sanlar urib yechintirildi degan gapingga javob berishing kerak deganmidik? Degan edik. Bular mashina odamlar jamiyatda bo'ladi do'stlar. Bular mana shu jamiyatning shunaqangi misollari o'zingiz va yaqinlaringiz shularga o'xshamasligi uchun misollar bular. Har bitta misol unga o'xshashlik uchun keltirilmaydi. Ba'zi misollar bor, undan saqlanish uchun keltiriladi. Yutdik deganlarga aytamizki, dayuslikda yutdinglar. Dayus degan medalni oldinglar. Sizlarga dayuslik qilmanglar, bu musobaqada qatnashmanglar. Oxiri g'alaba qilsanglar dayus mukofotini, dayus medalini olasizlar degan edik. Yo'q deyishdi. Biz dayuslikda yutdik deyishyapti. Yutdinglar. Dayuslikda yutdinglar. Gulirano ya'ni
urib yechintirilmagan. Bizga shu kerak edi, shu. Xalqni aldashgan ekan. Endi huquqiy tomoni bor. Huquqiy tomoni advokatlarning noroziliklari bor. Ular taftish guruh, taftishga murojaat qilishadi, davom etishadi ular. Lekin bu %100 zapal bo'lgan. %100. Mana shuni isbot chiqdi va buni sud o'zini tili bilan aytdi. Voy, matnni tahlil qilishni ham o'rganing. Nima desa, bir odam sizga izoh aytib bersa, kommentariya qilib bersa, o'shani izohiga ha deb ketavermang. To'xtang, eshitib ko'ring. Eshitib ko'ring sudyani gapini. Sudya o'sha keltirilgan vajlarini eng boshida ikkita vajni keltiryapti. U Gulira'no va uning atrofidagi uni urib yechintirdi degan odamlarni yutqazganligini aytayapti. Ular sharmanda ekanligini, dayus ekanligini tasdiqlayapti. Endi nima derkin deyapti bittasi chiqib olib. Mana sanlarga gapni udari. Sanlarga ta'sir qilmaydi, beta'sir odamlarga ta'sir qilmaydi. Xo'p, do'stlar, ozgina savol javoblarga, salom alaykumlarga gaplashib o'tirsak bo'ladi. Ofisimdaman. Barchalarga assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Salom berganlarga va alaykumussalam rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, troll profillar maydonda damlaringni ollaring, dayuslar. Kim mana shu Gulira'no Qosimovani yutdi desa, qizing shunga o'xshasin deb duo qilamiz. Amin desin, gap yo'q. Biz ham amin deb qo'yamiz. Boshida aytganmidik, urib yechintirdi degan gapi yolg'on deganmidik. Bular rost deb janjallashib keldi biz bilan. Masalan, men bilan asosiy janjali bularni urib yechintirdi degan gapini yolg'on deganim uchun men bilan urushdi. Rost deyishdi. Videosi bor deyishdi. Sudda ko'rsatamiz. 19 minut, 9 minut deyishdi. Siroj chiqib olib, yo'q dedi, sen zakazga ishlayapsan dedi. Oxiri kelib nima bo'ldi? Sud e'lon qildi. Sudga ko'ra urib yechintirdi degan gap noto'g'ri ekan. Bu xodimlarni 4 yil statiya olishligini o'zgarmaganligi mana bu narsani oqlab bermaydi. Avvalam xuddi shu ishni qilishgan bular. Gulira'no Qosimova chiqib olib yig'lab biz yutdik deganda aslida uni o'zi yechinganligini inkor qilmagan sud. O'zi yechingan ular. Nima ishing bor? Mana ular hujjatda xato qilgan, shuning uchun 4 yil berdi degan edi. Bularning statiyasida ular ikkalasi sevishgan ekan, qo'yaverlaring, nima ishing bor degan gapni gapirgan edi. Shu gapni bular berkitdi. Mana atrofidagi blogerlar, jadutlar. Mana aytaman, ularni dayuslar. Dayuslik bo'yicha chempionlar. Bular shuni bekitgan edi. Urgan uni, yechintirgan, xalqning hissiyotiga urg'u berib. Endi qonun, biz aralashmaymiz qonunga. Hujjatda xato qilgan bo'lsa, boshqa bo'lgan bo'lsa, gap yo'q. U hujjat bo'yicha sud ishini qiladi. Biz Gulira'no Qosimovani urib yechintirildi degan gapning yolg'onligini, isbotini ko'rdik. Oxirigacha turdik, gapimiz to'g'ri bo'lib chiqdi. Endi kim dayus bo'lsa, u qarshi chiqaversin, farqi yo'q bizga. Bizga zotan dayuslar qarshi chiqish kerak. Tan olish shart emas ularni. Yani yozishyapti, eshitdik, Gulira'no zino qilgan bo'lib chiqdi deyishyapti. Endi zino qilmagandir, mayli, ulgurmagandir balki. Shaxmat o'ynab, shaxmatda kim yutqizsa, kiyim yechish o'ynagandir balki. Lekin o'zi yechganligi aniq. Tugmalarini o'zi yechgan. Qo'pollashmayin, hammasini o'zi yechib, osib qo'ygan bo'lib chiqyapti. Ikkalasi o'tirib, gaplashib o'tirishganda, bir-birlarini amr ma'ruf, nahiy munkar qilib o'tirishganlarida to'satdan ko'chadan tadbir bilan odamlar kirib kelgan. Mana shu gap. Shu eng soddasi. Nima uchun qiyomat kerak? Mana shunaqangi mavzular uchun kerak. Dunyoda o'zicha men oqman, qalbim pok deb o'taveradi. Oxiratda hisob kitob bo'ladi.
To'lqinbek Isogaliyev 3083. Hali ham shu temani chaynayapsan. Chaynamayapman. Bu temani oxiriga yetdik. Nuqta qo'ydik biz. Gulirano Qosimova yechintirilmagan, o'zi yechingan. Isbotini sud og'zi bilan aytdi. Yechintirilmagan u dedi. Endi Gulirano xalqni aldagani uchun, tergovni chalkashtirgani uchun javobgarlikka tortiladimi? Sud mana shu narsalarga ham to'xtalibdi. Agar shunaqa bo'lsa, alohida shikoyat qilinglar, alohida shikoyatda ko'rsin. Bizning mavzuyimiz doirasi mana bu deb doiradan chiqmabdi tashqariga. Ko'pincha kassatsiya sudlari shunaqa bo'ladi. O'zlarining doirasidagi mavzuni ko'radi, yolg'on, tuhmat, boshqa narsalar alohida shikoyat bilan ko'riladi. Endi u shikoyatni kimdir qilsa, o'zi biladi. Qilmasa, bular dunyoda biz jazodan qutuldik deb xursand bo'lib turishlari mumkin. Tavba qilishsa, Alloh biladi endi ularning tavbasini qabul qilmasligi, qilishligi Allohning ishi. Biz aralashmaymiz. Lekin bizning ko'zimizda bular yolg'onchi bo'lib chiqdi. Mana shu mavzuda. Bularni shaxmatlariga putur yetkazgan bo'lib chiqdi haligi tadbirdagilar. Nimaga biz shaxmat o'ynayotganda sanlar bizga xalaqit qilasanlar, shaxmatni buzib yordilaring deb bularni qamatishdi. Ular shaxmatni buzib olganlari uchun qamaldi. Shu ikkitasi. Qolgan 9tasida ayb yo'q. Ular ishni bajargan. Ya'ni to'g'ri bajargan bo'lib chiqdi. Kim Chin degan profil. Aynibsiz, boshqa ishingiz yo'qmi? Shularni gapirib deydi. Kim Chin. Siz ham nomingizni o'zgartirganda ayni bo'lgansiz. Hujjatda xato qilsa 4 yil beradimi? Kalla bormi o'zi deyapti. Kallamiz borligi uchun o'tiribmiz. Hujjatda xato qilsa 10 yil ham berishi mumkin. Nega 4 yil o'sha hujjatda xato qilganligi uchun bergan. Mansabini suiiste'mol qilgan, prokurorga yozma shaklda 24 soat ichida yetkazib qo'ymagan tadbir haqida tadbirni. Meni bilishimcha bu Qurbonalidan chiqqan fikr, Farrosh voqeasini o'zaro rozilikda yozishgan bular. Ana shuni soxtalashtirish deb bo'yniga qo'yishyapti. Farrosh degan hodisa soxtalashtirilgan. Farrosh emas-ku bu Gulirano. O'tda Farrosh deb yozilgan. Gulirano buni bizga majburlab yozdirishdi deyapti, isbotlangani yo'q. Majburlab yozdirilmagan. Bu fikr o'sha guvohlarning guvohligida, oxirgi muzokarada kelgan yoki undan oldingi sudda kelgan guvohlarning guvohligiga ko'ra Qurbonalidan chiqqan. Chiqib ketaylik degan boshqa odamni ariza qildirtirgan. Gulirano bilan boshqa odam keldi xizmat uyiga degan sahnani bular yaratgan o'zi aslida. Shunga ichki ishlar rozi bo'lgan. Tanish bilishchilik, kel endi bir joydamiz, mayli deb rozi bo'lgan bechoralar. İnsoniylik qilgan, keyin bular tuhmat qilib bularni qamatib yubordi. Abdulaziz Oxunxo'jayev. Ustoz o'g'limni duo qilib qo'ying. Muhammad Azizni Alloh taolo umrini uzoq qilsin, rizqini baland qilsin, ota-onasini ko'ziga quvonch qilsin. Dunyoda sharaf, obro' keltirsin, yaxshi kadr bo'lib millatga xizmat qilsin. Oxiratda ham qo'lingizdan ushlab jannatga olib kiradigan shafoatchi qilsin. Bugun o'g'limizni Muhammad Abrorni ham xatna qildirdik, sunnat qildirdik. Bechora yomon yuragim ezilib ketdi. Yaxshi yuruvdi, endi sal kechga kelganda yig'layapti bechora. Doktorlar nima qilishligini aytishyapti. Qarab turibmiz, endi duo qilib qo'yinglar bizni bolalarni ham. YouTube'da ham ikkinchi, uchinchi qanaqadir profillarni ulab yuzma-yuz gaplashsa bo'ladimi?
Abrorxon degan profil. Sudya aytdi, o'zi yechinibdi deyaptilar. To'ppa-to'g'ri. O'zi yechinibdi. Men bunga xursand emasman, lekin yolg'on gapirganligini isboti chiqdi mana. Oldingi sudlarda yechintirdi degan gaplarni ishlatishmagan, chunki bunga hojat bo'lmagan. Boshqa mavzu bo'yicha ularni sudlagan. Va sirojlar bundan foydalanib, yechintirdini xalqni aldash uchun ishlatishgan, tashqariga chiqib olib. Va sudga biz aralashganimiz uchun bular sudning ichidagi hodisalarni xalqqa aytib qo'yyapti deb bizga dushman bo'lgan. Oxir oqibatda natijada kelib, mana bugungi kassatsiya sudida sud aytayaptiki, yechintirdi degan gaplari ayb sifatida qo'yilmadi. Ular yechintirmagan. Sudya tili bilan aytdi. Domla to'g'ri-ku, hamma gapingizga qo'shilaman. O'sha uyga kirganini o'zi Lubboy Durakka aniq-ku, nima qilgani. Lekin tadbir nega qilinyapti? Sabab nima? Tadbirga narkotik bor edimi yoki qurol bormidi o'sha uyda tadbir deyaptilar. Tadbirda o'sha ichki ishlarning agentlari bo'ladi. Quloqlar deydi bizda tilimizda. Agentlar 02 ga telefon qilgan yoki agent o'zini kuratoriga xabar bergan. Shu xonadonga bir yigit, bir erkak maktab o'quvchisi qizni olib kirib ketdi degan. Ko'ring, suratlari bor. Chiqdi o'shaning suratlari. Gulirana Qosimova o'sha kuni maktab formasida bo'lgan. Usti oq, tagi koftasi qora. Va buni mana shunday xabar berganlari uchun bu tezkor tadbir tezlik bilan yetib kelishgan. Chunki maktab bolasi balog'atga yetmagan, hali pasport olmagan qizni zo'rlash mumkin. Endi tasavvur qiling, Alloh asrasin. O'zingizda tasavvur qilsangiz odam ta'sirliroq bo'ladi-da. Bir yaqiningizni qizini, maktab 8-sinf qizni bittasi uyga olib kirib ketdi. Begona erkak. 02 ga telefon qilmadi ko'rib turib. O'sha qizni buzib qo'ydi. Jinoyatni yopishlik uchun o'ldirdi va hovliga ko'mdi. Hech kim shikoyat qilmadi. Ko'rib ko'rmaganga oldi. Rozimisiz shunga? Jinoyatning oqibatlari bor. Zinoni orqasidan oqibatlar kelib chiqadi. Kelmasinmi? Unga xabar berilmasinmi? Shu bilan kelishga. O'shaning uchun kelib Guliranodan yuzini ko'rsat deyishgan. Nimaga yuzini berkityapti Gulirano? Videoda yuzini berkityapti. Yalang'och holda yuzini berkitishligi tabiiy. Hijolat qilyapti deylik. O'sha paytda hijolat, uyat paydo bo'lib qoladi. Uyatsiz odamdan ham uyat paydo bo'lib qoladi ba'zida. Lekin kiyini bo'lgandan keyin videoni qaranglar, kiyimi bor, orqa qilib "Oma, erkak, oma shu yerdan chiqib olay" deb baqiryapti. O'shanda ham yuzini berkityapti. Ana shu ikkinchi kiyimli paytidagi yuzini berkitib olganligi, ular u joyda shaxmat o'ynaganligini isboti shu. Shaxmat o'ynashgan ular. Agar shaxmat o'ynamaganda edi, kiyinib olgandan keyin yuzini berkitmas edi. Nima deysan derdi. Aytayapti-ku, chiqib olay satchatdan ko'rsataman sanlarga deyapti-ku. Demak, o'sha joyda ham yuzini berkitishligi bu jinoyatchilik psixologiyasida bu odamlar shaxmat o'ynaganini isboti deydi. Nimaga kirgan? 02 kiradi. U tadbir ular eshikdan emas, derazadan ham, devordan ham oshib tushadi kerak bo'lsa. U qutqarish kerak, ana u agar maktab o'quvchisi bo'lsa. O'tib ketib qolyapti izohlar. Domla, siz aralashmaganingizda boshqacha bo'larmidi balki. Payg'ambar alayhissalotu vassalom agar degan gapdan ehtiyot bo'linglar, shaytonning tuzog'i deganlar. Bu qadar bu.
Agar undoq bo'lganda bundoq bo'lardi deyish, qadarga qarshi chiqish bu. Alloh taolo aytadi-ku, law anzalna hadal Qur'an law agar degani. Alloh taolo haqqi bor, aytaveradi. Qadar Allohning qo'lida. Biz bo'lgan ishga agar deyishimiz to'g'ri emas. Bo'ldi. Balki qaddarallohu ma sha'a deyiladi. Allohning taqdir qilgan narsasi bo'ldi. Allohning xohishi bo'ldi. Alloh xohlasa bo'ladi, xohlamasa bo'lmaydi. Biz yutdik, iltijolarimiz Allohga yetib bordi deydi. Nimani yutding? Dayuslik medalini yutdilar insonlar. Dayuslar. Odatda dayuslikka rozi edi ular. Jazo oldimi Gulirano deyaptilar. Yo'q, jazo olmadi, chunki u shikoyatchi. Shikoyatchini birdan jazo qo'llab olishlik menimcha sudlarni tartibida bunaqa hodisa juda kam. Bo'lishi mumkin, lekin kam bunaqa hodisa. Hozir bu tugagandan keyin meni bilishimcha 9 ta xodim yoki qamalgan 2 ta xodim bizga nisbatan urib yechintirdi deb tuhmat qildi. Butun ijtimoiy tarmoqda bizni nomma-nom aytib, tepib, urib, mana shunaqa yechintirdi degan gapi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortishingizni so'rayman deb ariza qilsa, alohida jarayon keyin boshlanadi. Alohida tergov, alohida sud, bu boshqa ish bo'ladi keyin. Agar ular yozmasa, u narsa bo'lmaydi. Komil Hamidov shu gap so'rabdilar. Tuhmat uchun tergov ochiladimi debdilar. Shikoyat qilsa ochiladi. Shikoyat bo'lmasa yo'q. Abror aka, fitrati toza odamlar ko'rib bilib turibdi deyaptilar. Fitrati buzuq odamlarga o'sha Guliranoni aytayotgan meni urib yechintirdi degan gaplari yoqyapti fitrati buzuq odamlarga. O'shaning uchun uning tarafini olishyapti. Gul sovg'a qilishyapti misol uchun. Endi IIB xodimlari shunday holatda qanaqa reaksiya bildiradi? Shu holatda negativchilarni qizini olib kirib ketsa, shu haqida gapiring. Menimcha o'sha negativ troll profillarning aksariyatini qizi, onasini olib kirib ketishgan, ular indamagan. O'shaning uchun bu hodisalarda bizga qarshi chiqishyapti. Ustoz videoni nomini medal olgan dayuslar deb qo'ying. Yoxud tuxumning sarig'ini yutganlar. Zo'r ekan. Balki shuni qo'yamiz. Assalomu alaykum domla, siz nima ish qilasiz debdilar. Meni ishim ko'p. Tijorat bilan shug'ullanaman, ishlab chiqarishim bor. Ta'lim sohasida kitob yo'nalishi bo'yicha ishlarimiz bor. Sport yo'nalishida hozir astoydil harakat qilyapmiz. Futbol yo'nalishida professional shug'ullanyapmiz. Oxirgi paytlarda jiddiy harakat qilyapmiz. Nechaga kirdingiz? 50 ga kirdim. 50 ga kirsa ham professional sport bilan shug'ullanish mumkinligini yoshlarimizga isbotlamoqchiman. Umrimiz yetguncha. Umr belgilangan. Shu ichida sog'lom turmush tarzi muhimligini ko'rsatyapman. Do'stlar, sog'lom turmush tarzini suhbatning boshida ham aytdim, fikrlashga ta'siri bor. Inson haqni haq ekanligini ko'rib bilishligi bir ne'mat. Unga ergashish ikkinchi bir ne'mat. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Allohumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu va arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu degan. Allohim haqni haqligini bildirgin, unga ergashishimizni nasib qilgin, botilning botil ekanligini bildirgin, undan saqlanishimizni nasib qilgin degan. Bular ne'mat, so'raladigan narsalar do'stlar. So'raladigan narsalar. Hamma o'zini haq deb bilaveradi. Lekin haqni Alloh subhanahu va taoloni
ta'limotidan o'rganiladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom haq degan narsa haq. Payg'ambar alayhissalotu vassalom botil degan narsa botil. Bo'lmasa dayus o'zini dayusligini haq deyveradi. Men deydi, meni xotinim deydi, 20 ta erkak bilan ham yuraveradi, zo'rmi qalay deydi. Maqtanaveradi. Birovi nikohidagi xotinni borib uyga kirib olib, o'shani ovqatini yeb o'tirish bilan faxrlanaveradi. Unaqa odamlar bor dunyoda. O'shalar ham o'zini haq deb o'ylaydi. Biz haqmiz deydi. Haq ularning qo'lida emas. Haqning mezoni odamlarning qo'lida emas. Esdan chiqarmanglar shuni. Qo'liga qurol ko'tarib olib, musulmonlarni kofir deb yurgan chalamazoriga o'xshagan haromilar ham o'zini haq deydi. O'sha qurol ko'targanlarni oqlayotganlar, musulmonlarni kofir deb ularni qonini to'kishga rozi bo'lgan o'sha xavori jahannam ko'ppaklari ham o'zini haq deb o'ylaydi. Unaqa emas. Haq mezonida o'lchanadi. Al-haqqu min robbik fala takunanna minal mumtarin. Qur'onda shunaqa oyat bor. Haq Robbingizdandir. Hargiz va hargiz shubha qiluvchilardan bo'lmang. Shubhalanmang. Haq Allohdan kelgan haq bo'ladi. Alloh haq degan narsa haq bo'ladi. Alloh botil degan narsa botil bo'ladi. Esdan chiqarmanglar. Bintu Shuhrat degan profil. Assalomu alaykum ustoz, meni ham duo qiling. Alloh barcha qatori ilmimni ziyoda qilsin, ilm olish yo'llarini oson qilsin. Parvardigoro sizga ilm olish yo'llarini Alloh taolo oson qilsin. Ilm yo'liga chiqqan insonga Alloh taolo jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. Ilm yo'li jannat yo'li, muborak bo'lsin. Lekin ilm yo'li qiyin yo'l hisoblanadi. Musa alayhissalomning ko'p safarlari bor, o Yamanga safar qilganlar, boshqa joyga, har turli joyga safar qilganlar, lekin birorta safarlarida shikoyat qilmaganlar. Shu safar menga og'ir bo'ldi demaganlar. Lekin ilm safariga chiqqanlar, Xizr alayhissalom bilan ko'rishib, ulardan ilm olishlik uchun Allohning buyrug'i bilan yo'lga chiqqanlarida nima deganlar? Laqad laqina min safarina hada nasaba deganlar. Mana shu safarimizda ko'p qiyinchiliklarga duch keldik-a deganlar. Ilm safari qiyinchilik safari. Sabr qilasiz. Ilmga hamma narsangizni berganingizda ilm sizga ozgina narsasini beradi. Ilmga bir qismingizni ajratsangiz, ilm sizga hech bir qismini ajratmaydi. Ilm o'ta viqorli narsa. Hamma narsangizni sarflaysiz ilmga, ilm sizga keyin bir narsasini beradi. Qadamingiz sobit qilsin. Assalomu alaykum. Soliqchi ustidan ham shikoyat bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Mumkin. Endi uni kim qiladi biz bilmaymiz. Bizga keragi yo'q. Biz xohlagan natijamizni ko'rdik. Sud, kassatsiya sudi nima hukm chiqaradi, nima qaror qabul qiladi, nimani o'rnida qoldiradi, farqi yo'q. Biz aytib kelayotgan gapni birma-bir isbotini aytib berdi. Oldin aytgandik 9 ta xodimga ham bular shikoyat qildi, ularni ham jinoiy javobgarlikka tortinglar deb Gulirano vaj keltirgan shikoyat xatida. Bular hammasi rad qilingan, 9 tasi oqlangan degan edik. Bizni kuzatayotganlar juda yaxshi biladi. Sirot chiqib olib, qani oqlangani? Gulirano chiqib olib, hali ketyapti deb aldagan edi odamlarni. Shu yolg'onni davom ettirishgan edi. Sudya shuni tasdiqladi. O'sha boshida ham oqlangan. Bular shikoyat xati kiritganda bularga rad javobi berib oqlangan. Bular 10 milliard, ya'ni usherb undirmoqchi bo'lishgan. Uni ham rad qilishgan. Ya'ni bularni keltirayotgan vajlarida aksariyati yolg'onligi sudda isbotlangan. Sanlar haqlaring yo'q deb ularni qaytarilgan. Lekin o'sha tadbir davomida bo'lgan ba'zi hujjat ishlaridagi xatoliklar sababli bularga 4 yil berdi.
advokatlarni aytishi bo'yicha bu to'ringlar noto'g'ri, oqlanish kerak deyishyapti. Chunki videoni tarqatganlikda ham ayblashyapti-da. Vaholanki videoni u xodimlar tarqatganligi isbotini topmagan. Kim tarqatganligi hali ma'lum emas. Balki o'zlari tarqatgandir. Kimda bir 20-30 ta odamda bor bu videolar. Shu masalalarni berkitishganida sud mana shularni aytib berdi. Yechintirmaganligini sud tili bilan aytdi. Sudni ko'ringlar videosini. Ana videoga olib tarqatdi, biz yutdik deyapti. Dayuslar. O dayuslar. Sanlar videoni yaxshilab eshitlaring, sanlar dayussanlar. Buni yechintirmagan deyapti sudya. Vaqti bor odamlar kirib bemalol ko'rishinglar mumkin. Vaqti yo'qlarni majburlamaymiz. Suhbatga o'tiribmiz-da. Izohlar tez o'tib ketyapti. Videoni kim olgani ma'lum-ku, tarqatgan noma'lum ekan. Ha, tarqatgan noma'lum, isbotlanmadi kimdan chiqqanligi. Eltuz qo'ygan, yana Farg'onada qaysir kanal qo'ygan, qidirib kiber xavfsizlik profillarni qidirgan, kim tarqatgani noma'lum. Lekin bu videoni sud boshqalarga, hattoki Gulira'noni o'zlariga ham adashmasam, soliqchini o'ziga ham tashab berishgan. Hammada bo'lgan bu. Eltuz chiqardi asosiysini. Eltuz bilan Gulira'noni aloqasi borligi ma'lum. Chunki shikoyat qilgan birinchi videosini Eltuzga Gulira'no tomonidan yuborilgan. Gulira'nolar tomonidan. Yana bilmaymiz kim chiqarganini. O'g'lomjonov, Domla Tahofutul falasifa kitobini tarjima qilinglar. Inshaalloh, menimcha bo'lyapti, xudo xolasa. Yaqinda siz azizlarga ajoyib bir kitobni taqdimotini qilamiz. Bu kitob Baxtga yo'llanma. Teskari ko'rsatyaptimi? Teskari ko'rsatyapti. Baxtga yo'llanma. Bu kitob Abu Nasr Farobiyning kitobi. Bu kitobda juda ko'p yaxshiliklar bor. Nasib bo'lsa 11 aprelda ochilish buni taqdimoti bo'ladi bu kitobni. 11 yo'q, 11 mikin, bir kun, yarim kun o'zgartirishlari mumkin. Bu ham o'sha falsafiy qarashlar. Jamiyatda baxt haqidagi tushunchalarga qanday erishiladi. Ajoyib, hikmatli falsafiy qarashlarni keltirgan. Bu kitob tarjima bo'lib chiqdi. Tarjimon Said Komil do'stimiz ingliz, turk va arab tilidan solishtirib juda chiroyli tarjima qilgan. Xalq tilida o'qishinglarni tavsiya qilaman. Tirilish bu iBook nashriyoti tomonidan taqdim qilinyapti. Kitob targ'ibotini davom ettiramiz. Bu ham shu yo'nalishda. Assalomu alaykum, So'xdan salom debdilar. Va alaykum assalom rahmatulloh. So'xlik birodarlarga yaxshimisizlar? Hurramshoh Mama Rasulov. Salom ayting So'xdagi barcha yaqin do'stlar, birodarlarga. Necha pul kitob debdilar. Kitob narxini bilmadim. iBook sahifalariga kirib so'rab ko'ring. Balki yetkazib berisham bo'lish kerak. Black Epoha degan profil ustoz. O'g'limni duo qiling, sizga o'xshasin, iltimos debdilar. Yo, mendan afzal bo'lsin. Siz ko'rgandek afzal odam emasman. Menga o'xshashligini kimdir duo qilib so'rasa, men yo, Alloh afzalini bersin. Siz uchun ham, oxirati uchun ham, o'zi uchun ham, millat uchun ham o'ylaganingizdan ko'ra afzal yigit bo'lsin deb duo qilamiz. Musofirdaman duo qiling deyaptilar. Ali Mardon Abdunazarov. Duodamiz albatta. Bo'ydoqlarga haqqiga duo qiling debdilar. Islomiddin Abdumuttalib.
Bo'ydoqlarga Alloh taolo juft halol bersin. Sizni tavsiyangiz kerak emas debdilar. Jayrona. Sizga kerak emasmi? Xo'p. Siz ham menga kerak emassiz. Italiyadan salomlar. Azamjon Oxunov. Va alaykum assalom rahmatulloh. Ustoz ikkita xodim nohaq qamaldi-da deyaptilar. Endi sud hal qiladi uni. Haq qamaldimi, nohaq qamaldimi, hali advokatlar ishlashadi ustida. Menimcha ham bunaqa endi sud tizimini men aralashmayman, ular o'zi sohasini egalari. Lekin bunaqa vaziyatlarda prezident janoblari tomonidan berilgan o'sha xizmat uylarini ishratxonaga aylantiradiganlarni jazolash kerak o'zi. Buning uchun alohida statya qo'yish kerak. Bu ro'yxat bilan o'tda odam turadi. Xizmat xonadonlarini prezident taqdim qilyapti xodimlar uchun. Ular xalqning xizmatida bo'lish kerak, ishratxona qilib olishyapti. Bu yomon narsa bu. Assalomu alaykum, Qirg'izistondan salom debdilar. Va alaykum assalom rahmatulloh. Fayzulloh Atabayev. Qirg'izistondagi birodarlarga ham assalomu alaykum va rahmatulloh. Domla Peterdan salom debdilar. O'zbek. Va alaykum assalom rahmatulloh. Assalomu alaykum bratan. Nevaramga Jabroil ism qo'ymoqchiman debdilar. Sarvara nima? Sarvar Rashidov ekan. Jabroil. Ko'proq chechenlarda qo'yadi, Dog'iston taraflarida. Bo'ladimi desa? Menimcha bo'ladi. Gabriel. Yevropada ham qo'yishadi. Gabriel Garcia Marquez. O'sha Jabroil shu. Assalomu alaykum ustoz. Janubiy Koreyaga ham keling debdilar, inshaalloh. Yana bitta video ko'rsataymi sizlarga? Ajoyib bir video bor. Men nima degandim sizlarga? Biz bilan bahs qilaman degan odamlar jinni bo'lib qoladi oxir-oxiriga. Borib deganmidik. Buni qaranglar. Qorbobo o'rniga qorbobo bo'laman. Hamma qorbobo bilan jazolayman. Qorbobog'im appak. Peshanasi jalpak. Hassasi uzuncha. Uzuncha hassasi bor qorbobolar, qorbobo. Qorbobog'im appak. Qorbobog'. Peshanasi jalpak. Uzun hassasi bor. Hassasi uzuncha. Uzun hassali qorbobolarni jazolayman. Qorbobolar. Qorbobo. Okay. Yasha bo'ling. Haqsiras. Qorboboq. Shunaqa qilib qorbobolarni jazolaymiz. Qorbobo o'rniga qorbobo bo'laman. Shalpon qilola. Estağfurullah. Jinni bo'lib qolibdi bu. Endi Alloh shifo bersin. Tilamchiligini oqibati shunaqa bo'ladi, do'stlar. Shu tilamchi, gadoy, benasab, shu bir musulmonlarga osilib, obro' topaman desa, oxir oqibati shunaqa bo'lib qoladi. Zufar al-Huzali degan Abu Hanifaning shogirdlari bo'lgan. Bahslari kuchli ekanda u kishini. Qochar ekan. U kishini ko'rganda bahs qiladiganlar qochar ekan. Ikkitasi bahs qilib ko'rgan ekanda.
mazasini qochirib qo'ygan, tilini chaynatib yuborgan. Zufar Huzaliydan shogirdlari so'ragan ekan, siz naqadar bahs qilasiz deganda, men qarshimda turgan odamni jinni qilib qo'yguncha bahs qilaman derganda, alhamdulillahi robbil alamin biz haqimizda bahs qilaman, abrornoma, tahlilnoma qilib yurganlarning ahvolini qaranglar. Tomi ketib qopti. Oldingi qudamizni ham shunaqa tomi ketib qolgan edi deydi-yu, ana Ergashganim kinosida. Profilidan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz Abram Muxtor Ali, men oilaviy Moskvadan kuzatamiz sizni. Ko'p yillar bo'ldi. O'g'lim Mustafoni duo qiling, kelajakda otam, onam, oilam desin. Allohim desin. Allohim, payg'ambarim, sahobalar desin. Ulamolar desin. Ana o'shanda otam, onam, oilam deydi. O'zi shunda ham deydi. Otam, onam, oilam desin desangiz, unda Allohni tanimasa, payg'ambarni tanimasa, u ota-onasini, oilasini o'ylamay qoladi. O'zi xohlagan narsa bo'yicha sizga yaxshilik qilyapman deb o'ylaydi, borib mendan ko'ra qariyalar uyi ota-onamga yaxshi qaraydi deb tashab keladi. O'shaning uchun duo qilishda kattaroq so'rang. Ilk vazifangiz farzandingizga Allohni tanitish, ilk vazifangiz. Makon o'laroq, tarix o'laroq Makkani tanitish, haramni. Shaxsiyat o'laroq Rasulullohni tanitish kerak. Ibrat o'laroq Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshi chiqqan odamlarni ko'rsatish kerak. Ularning ahvoli nima bo'ldi? Payg'ambar alayhissalotu vassalomga ergashib sahobalarni namuna qilib ko'rsatish kerak. Mana insoniyat deb. Ota-onasiga yaxshilik qilishda shularga ergashishimiz kerak. Abu Hurayraga ergashishimiz kerak. Onasiga qanaqa mehribon bo'lgan. Alloh taolo Mustafoni umrini uzoq qilsin. Robbini taniydigan, payg'ambariga ergashadigan, sahobalarga havas qiladigan, ulamolarni yaxshi ko'radigan, ularning yonida turadigan farzand bo'lishini nasib qilsin. Ota-onasiga ikki dunyoda rahmat olib keladi shunda. Amin ya robbal alamin. Barchalarga tashakkur. Bugungi qisqa suhbatimiz shu joyda nihoyasiga yetdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hurmatli do'stlar, videoni ko'rdik, tanishdik, o'zimiz uchun kerakli bo'lgan xulosalarni chiqardik degan umiddaman. Ilohim yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin, mehrimizga, oqibatimizga aslo ko'z tegmasin. Kelgusi videolarda sihatlikda, salomatlikda, go'zal bir holatda diydorlashish barchamizga nasib qilsin. Sog' va salomat bo'ling, hurmatli millatdoshlar, vatandoshlar, e'tiboringiz uchun rahmat.